mana bu reklamadagi o'sha kichkinagina chok mashinachamiz. Bu chok mashinamizni qulayliklari korobkasida 5 ta mokkisi, zapas hamda bitta ignasi bor. Va buni oyoq bilan ishlatsa bo'ladigan tepkisi va agar buni ishlatmagan holimizda mana knopkasi orqali ishlatsa bo'ladi. Mana yana buni elektr tarmog'i orqali yoki bo'lmasam batareya orqali ham ishlatsa bo'ladi. Mana hozir ishlatgan materialimiz qalin material, lekin tikishi juda ham oson hamda to'g'ri. Mana akkuratniy tikilgan.